Port haftada Optimaga berib yuboramiz. Gakayon i60 25-yil necha pul qilib beramiz? 23600. Leap Motor C11 necha pul qilib beramiz? 31500. C16 nechinchi yil bu? Bu 25-26 restyling ikinchi pozitsiya bu. Tushunarli, necha pul qilib beramiz? 32200. C10 25 bu ham. Bu ham 25, hozir katta chegirmaga o'tdi bu 26000. Aito M7 bu. Shunaqa. Ko'pchilikcha BU so'rab keladi-da. Bu BUmi o'zi yengimi? Bu yangi mashina, ko'pincha lekin bozorda BU'lar. Biz yangi olib kelganmiz, harakat qilganmiz, juda kam Xitoyda. Narxi ham zo'r, 35500. Imенно shu mashinani ko'pchilik qidirib yuradi. Dopopsalari ham juda ham ko'p, mana juda yumshoq mashina. Premium segmentda turadigan mashina hisoblanadi. Lilaga kelaylik. Nechinchi yil bu? Bu 25 do restyling juda qiziq bo'ldi, narxi ham zo'r lekin. Rosa sotildi lekin bundan. Shunaqa. Necha pul qilib beramiz? Buni 64200 beramiz. Li7 restyling qoraga apelsin, buni 59500. 25 bu. 25-26 restyling. Dongfeng 008 odamlar qiziqyapti shu mashinaga. Hamma komfortlari bor. Bosib boringlar, bir ham skidga necha pul qilib beramiz? Eng qizig'i bu 26 kuzov. 26 keldi uje. Ha, 25 dan tugatdik. 32500 beramiz. Zo'r. Narda Grey Li. Bu ham ko'pchiligi qiziq bo'ldi. Rosa chiroyli rang, necha pul qilib beramiz? 62 sotganmiz, hozir 61000. Linko bular hozir probekli, yangisi ham bor, 26-yil, rus tili ichida o'zi. Shu zavoddan kelingan 59000 qilib beramiz, yangisini 1.5 65000, 2 turboni 70000 qilib beramiz. Aytilgan narxdan yana tushib berish imkoniyati bor. Port haftaga kelinglar, savdolashinglar. Xohlasanglar перечисление, xohlasanglar через bank qilib, kredit qilib, xohlasanglar naqd farqi yo'q. Hammasini qilib beramiz, shili bitadi. Eng qizig'i, bizda test drive imkoniyati bor. Kelasizlar, mashinani haydab ko'rasizlar, yoqqanini keyin xarid qilib chiqib turasizlar. Bitta like bosib qo'ying, bizga obuna bo'lib qo'ying, kuzatib boringlar, chotki narxlarda, chotki mashinalarni sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.